buni. Bugungi videomiz gulzorlarga qo'yiladigan chiroqlar bo'yicha do'stlar. Birinchi qilinadigan ish kovlab olinadi o'zining yetarli darajasi bo'yicha va undan keyingi qilinadigan ish biz bu narsa biz boshimizdan o'tganligi uchun doim biz mana shunday armasetkalarda armaturlarni qoqib olamiz. Bu ushlab turish uchun. Ana endi buni old tomonini kesib tashlab, unga beton qo'yamiz. Endi nima uchun bu narsalar kerak deyilgan bo'lsa, sababi do'stlar. Mana bu beton bitga suv qo'yilgandan keyin tagi bo'shaydi. Mana shuning uchun mustahkamligi uchun qilinadi buni. Buni nolini, beton nolini. Mana buni yopishtirilgan yo'g'i shuni noliga mo'ljallanadi va buni ustida mana bunday qilib tosh yopishtiriladi. Endi aynan yumalaq paqirni tanlashimiz sababi, paqirni olginchami? Buni yumalaq bo'lganligi uchun chiroyli chiqadi va aynan mana shu 10 sm oralig'ida chiroq bo'ladi, atrofi qorayib, mana bu bilan nol bo'lib chiroyli chiqadi. Simlarimiz ham maxsus yer ostiga tashlanadigan kabellarni tashlab ketganmiz. Mana shu obyektimizga hozir 4 ta burchakka, 4 ta muz burchakka jami bo'lib 8 ta chiroqni hisobini qilyapmiz bunga. Endi hozir bular jo'l ichiga chiqarilgandan keyin sement qilib beton quyib chiqiladi. Simlarda albatta gofrlanish kerak va chekkasiga taqab qo'yish kerak. Kerakli ma'lumot berganimizdan xursandmiz do'stlar. Bizni kuzatishda davom etinglar.